Yer yuzasining 70% qismini suv tashkil etadi. Suv bu yerning gidrosfera qobig'ini hosil qilib beradi. Suvda hayvonlar 3 xil holatda tarqalgan bo'ladi. Plankton, bentos va nekton holatlar tarqalgan. Suvning eng yuzaq qismida yashovchi hayvonlar bular planktonlar hisoblanib, suv qayoqqa oqsa, o'sha bilan birgalikda oqib yuruvchi hayvonlar bo'ladi va bunday hayvonlarga qisqichbasimon planktonlardan dafni hamda sikloplarni, baliqchoqlarni va tuxumlarni mayda bo'shliq ichli hayvonlarni misol qilish mumkin. Ikkinchi nektonlar hisoblanib, bu hayvonlar suvning o'rta qismida yashovchi hayvonlar bo'lib, bularga kuchli suzgichlariga va muskullarga ega bo'lgan hayvonlar kiradi. Ya'ni bular suvga bemalol qarshi zolish xususiyatiga ega bo'ladi. Bunday hayvonlarga akulalarni, boshoqli mollyuskalardan sakkizoyoqlarni, kalmarlarni yoki kurakoyoqli va kitsimon delfinlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi bentos hisoblanadi. Bular suvning eng chuqur tubida, ya'ni dengizlarning tubida yashovchi hayvonlar hisoblanadi. Bunday hayvonlar suvning eng tubida suzishga moslashgan, tanasining shakli yassi, yapaloq, disksimon bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ayrim hayvonlar, misol uchun krab, omar, languslar suvdagi qumning uziyat qismida yashaydi yoki bo'lmasa chuvalchanglar va latsenik kabi hayvonlar suvga qumiga ko'milib olib yashash xususiyatiga ega bo'ladi. Va bunday hayvonlarga yana skatlardan mantan olishimiz mumkin yoki ko'z bir tomonda joylashgan kambala baliqlarni ham olishimiz mumkin bo'ladi.